Qandaysizlar do'stlar? Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan barcha obunachilar, hamqishloqlar, musofirdan kuzatib turadigan barcha obunachilar, hammalar yaxshimi? Yangi yillarni yaxshi kutib olib, bir yaxshi kayfiyatlar bilan 2026-yilni boshlab oldilaringmi? Do'stlar, bugun 13-yanvar 2026-yil. Do'stlar, mana Zarzamin binosiga keldik yana mana do'stlar. İşte boshlaganmiz, qattiq hamma damda olib, ustalar keldi mana bitta gruppa ustalar chala joylarini qilib, mana bu yana davom ettirmoqchimiz do'stlar. Mana bu yerda hammalarga ko'rsatib boraman. Shunday mana do'stlar, ko'ryapsizlar ha? Ko'ryapsizlar? Mana shu Zarzamin binosi yana davom etadi. Xudo xohlasa, do'stlar, buni xudo xohlasa yaxshi niyatda boshlaganmiz, bitkazamiz. Ba'zi insonlar yordam bermasa ham negativ yozadiganlarga tegishli gap. Yordam bermay bir chakkada turib negativ yozadiganlar omadlaringizni bersin. Bu bino xudo xohlasa sizlar yordam bermasalar ham bitadi inshaalloh. Yorug' yuz bilan shu xalqimiz bilan birgalikda. Men demayman, buni xalqimiz qilyapti. Buni mana shu Zarzamin xalqi, musofirdagi do'stlar hammalari qo'ldan kelgancha qilishyapti. Boshlari og'rimasdi. Mana shu yordam bergan, biz bilan birga mana shu davay to'xtamaylik degan barcha yori do'stlarga rahmat hammalaringga. Hozir do'stlar, mana bu yerda Farhodjon bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yonma-yon turaylik. Mayli mana. Men o'zim turishga sal o'laga. Mana bunday turamiz mana. Assalomu alaykum hurmatli Zarzamin xalqi, hurmatli hamqishloqlar. Hammalaringni o'tgan yangi yillaring bilan 2026-yil hammalaringga omadli kelsin. Mana dehqonchiliklar boshlanay deb qoldi. Mana hamma bizni qishlog'imizni bilasiz, dehqon. Hammamiz dehqonmiz, dehqonchiligimiz bilan maqtanamiz, halol mehnatimiz bilan doim kun kechirib kelganmizda Zarzamin ahli. Dehqonchiligingga qut baraka bersin. Boshlagan ishlaringni hammalaringni omadlaringni bersin. Mana shu 2025-yilda yarimlarda keling Nurjon aka. Yarimlarda ochilgan bo'lsa, ushbu fondimiz mana shu sizdirsiz, yaxshimisiz? Yaxshi, o'rmaylar. Mana kammi ko'pmi qilingan ishlar yuzasidan hisobot berishni joiz deb bildik. Faollar bilan birgalikda, eng asosiysi sizlar bilan birgalikda fondni mana stadionda boshladik. Yoz oylari bo'lsa, mana shu yoz oylaridan boshlab 7-maktabga 800 metr kvadrat joyda bego'y darojga, ya'ni yugurish yo'lagi qildik. Bolalarimiz, sizlarning bolalaringiz, bizni jiyanlar, bolalar hammasi foydalanyapti. Shuni bir manfaatli narsa bo'ldi. Rahmat buning uchun sizlarning xizmatlaring. Mana bizning ham xizmatimiz, hammamizning xizmatimizda ekan, hammaga rahmat. Undan keyin mana bir yong'in sabab bo'lgan joylarga borib ulbul qildik. Uni aytish joiz emas aslida. Lekin mana bu zalda hisobotini bermoqchi. Biz mana shu hozir sesma poyezgacha kelgan voqeaga ancha mehnat ketdi. Xudo xolasa mana bu yerga sesma poyez qurilsa, quyilgandan keyin tepada yana 8 qator g'ishtni quyib, keyin yana bitta tepasiga lenta qo'yamiz. Undan keyin ishni metal konstruksiyadan boshlaymiz. Metalni tepaga tomimiz Shuhrat aka 3-4 ta video ham qilganlar. Mana Bobur akam tomonidan, Botirov Bobur aka tomonidan qurilyapti. Qarib 50 ming somon mana shu sizlarning yordamlaring bilan, xalq yordami bilan 50 ming somonga ushbu tom shu bugun soat 5 gacha bitadi. 1,5 oy davomida ish to'xtagani yo'q. Erta ham video qilamiz borib. Xudo xolasa, kimdir o'ylashi mumkinki, ba'zi bir xalqlar gap chiqdi, mana endi zal to'xtadi deb. Yo'q, zal to'xtagan yo'q. Hattoki bizning hisobimizda, fond hisobida 47 mingga yaqin, 47 mingdan oshiqroq pulimiz hali mavjud. Undan hali ustoga tepaga shifr olishimiz kerak. Mana olib bu yoqqa mana shuncha ko'rib turibsizlar, bet bo'sh edi, betni 4000 ta g'ish olib betni to'ldirdik. 3000 ta avval mintasi bor edi. Mana do'stlar, zagotovka ishlar bo'lgan. Mana bor yana. Armaturimiz bor, mana armaturlar bor. Razdevalkani kam mana joyi xato bo'ldi, shunga xalqda kam gap so'z chiqib ketdi, yerga ham chiroyli qilib o'ldirdik. Hozir ustalar ishlayapti, ko'rsatamiz. Farhodjon, bitta narsa, xalqdan 3-4 ta savol kelgan menga. Bu bino qayerga qaraydi? Zarzamin xalqiga qaraydi. Yo'q, maktabga qaraydimi? Zarzamin xalqiga qaraydi. 55-maktabga qaraydi, to'g'rimi? Ochiq oyda mana Farhodjonga beradigan savolim do'stlar. Hali gaplashilmagan.
bu binoga pul tashlasak, bu bino keyinchalik kimdirning nomiga o'tib qolsa degan xayol bor. Yo'q, unaqa Mana shunga javob berib o'tib. Yo'q, Mana shunga Farhodjon javob berib o'tib ketadi mana. Do'stlar, hurmatli hamqishloqlar, mana hozir 25-seriya, nechinchi seriya? 26 mi 27? 27-seriyasi bor. Bu narsa xalqniki deb aytilib kelinyapti. Mana shuncha videolarda Zarzamin xalqniki deb aytib kelyapti. Buni hech qaysi inson, hech qaysi shaxsiyat, meni o'zimni bilimimga ishonib aytaman endi. Hech qaysi bir narsa bilan xalqning narsasini o'zlashtirib ola olmaydi hech kim. Masalan, biror bir shaxs shunaqa bo'lyaptiki, shunaqa bo'lyaptiki, men pul tashlamoqchi edim, tashlamayman. Men tashlamayman chunki u kimdirning nomiga. Masalan, kimdirning nomiga o'tkaziladi, keyinchalik o'shanga qo'ladi degan xayol bo'lyapti, do'stlar. Shu narsani aytib qo'ying. Bu davlatdan molida. Bu davlatning, maktabniki. Masalan, maktabniki. Masalan, qishlog'imizda bir burchagida bo'lasizmi, qayerda bo'lasiz, hissangizni qo'shavering, do'stim. Kelasiz, bitta komanda bo'lib, mana shu yerda qulflab qo'ysa, paka biz tirik. Mana shu qulflanib tursa, kelsa biz o'ynashga haqqimiz bormi deyapti. Bor, haq. Обязательно bor, do'stlar. Bu yerga hammani haqqi bor. Siz pul tashlamasangiz ham kelib o'ynaverasiz. Pul tashlamagan odam ham hissangizni qo'shmagan bo'lsangiz ham o'ynaverasiz. Lekin hissa qo'shish mana vijdoningizga havola. Bu bizda ma'ni yo bularning uylari emas. Bet Zarzamin farzandimizniki yoki bir kun kelib shu yoqdan, shu territoriyadan xudodorchilik qilib qolasiz. Nevarangiz bo'ladi bu yerda. Nevarangiz o'ynaydi, do'stlar. Shuning uchun kelinglar, davay birlashaylik. Mana shu agarda birlashsak bunaqa binodan biz Zarzamin xalqi 5 ta qurib tashlaymiz. 5 ta qurib tashlaymiz. Zarzaminda 10% odami aktiv xolos, qolgan 90% aktiv emas. Kelinglar do'stlar, mana shu aktiv bo'laylik. Videomizni yarmidan kuzatib chiqib ketmang do'stlar. Bizni kuzatib turing, biz yangiliklarni aytib turamiz. Bizga o'z hissasini qo'shgan Ahmadjonov rais bobomizning nevaralari, farzandlari G'ofur akani nevaralari Avazbek, Azizbek nomidan 1000 so'm pul tashlagan. Bizning fondimizga mana shu binoga ishlatasizlar deb. Keyin 55-maktabda 11-B sinflari, B sinf demasak bo'lmaydi. 84-yillarini 11-B sinflari, mana Boymatov Shokir akani sinflari demasam bo'lmaydi. Endi buni aytib o'tamiz. Ba'zi bir negativlarga bu. Shular nomidan 2,5 ming so'm kartaga pul tashalgan. Cheklarini ham tashlagan biz gruppaga. Hammasi kartada istoriyalari bor, hammasi bor. Bitta murojaat bor edi. Yo, u pul o'tkazgan odam emas. Mana bular 80-yillar Inomjon akalarim. Bularning sinfdoshlari klatchikda. Mana bu yerda juda ham chiroyli qilib urishgan. Biz murojaatimiz shuki, hattoki o'sha aytdim-ku, hozir shotimizda 47 ming so'm pul mavjud. Mana bu 4 ming so'monni agar 4 so'mondan 3 so'mondan o'tirsak, falon so'm pul ketib qoladi. Tomimizga, shifrimizga unaqaga yetmaydi. Men iltimos qilgan bo'lardimki, mana shu qishlog'imizda Rossiyani manaman degan zanlarni qurib yurgan klatchik akalarimiz bor. Iltimos qilardimki, kelinglar, mana biz yordam beraylik. Biz endi bu narsani, masalan, men immindan g'ish urishni bilmayman. G'ish urishni biladigan akalarimiz, do'stlarimiz bor. Kelib, mana shu sinf urib berishsa ham mayli. Shunday, rahmat. Chiroyli qilib. Lekin men bu gapni ko'paytyapmiz, do'stlar. Kelinglar, kamgina hissalarni qo'shib qo'yinglar. To'g'ri, salgina tepalikqa ketyapmiz. Bizga borgan sari qiyin bo'lyapti. Bizning fondimizda u aytgan pulimiz ko'p emas, do'stlar. Do'stlar, mana shunaqa gaplar. Mana hozir sizlarga kelgan ustalarni, tog'alarimizni hammasini ko'rsataman. Bu yerda chala joylar bari bityapti. Mana tog'alarimiz hammalari kelgan hissalarini qo'shib. Biz biron fikrlarni bildirib qo'ying, mana fikrlarni. Kimning xizmati bo'lsa, kelib xizmat qilaveradi. Mana biz ham xizmat qilyapmiz. Biz mana shu ishlarda. Kimning qo'lidan kelsa yordam qilaveradi. Qo'lingizdan kelgan. Shuni bitkazishimiz kerak. Yosh, mana talabalar uchun, kelajagimiz uchun, mana sport zallar bo'lsa, polvonlar ko'payadi, sportsmenlar ko'payadi bizda, xudo xolasa inshaalloh. Shohrajonga ham rahmat. Rahmat. Tashakkur etaman. Mana shu hamma Zarzamin xohlagan odam kelib o'ynaveradi mana shu. Rahmat. Shu mana shu inshootimiz asrlar davomiga xizmat qilsin-ku. Shu ballari ularning ballari ham kelib shu yerda o'ynashsin. Ilohim. Shu yerdan foydalanishsin. Butun qishlog'imiz, Zarzamin aholi shu yerdan mana foydalanishsin. Gap yo'q. Mana bu do'stlar, mana bu yerda chala joylar bor edi. Mana bu yerda chala joylar, devorlar chala edi. Hammasi urildi, mana portishkalar qo'yildi. Bu taraflarga ham urildi, do'stlar. Xudo xohlasa mana bu yerda akalarimiz yana
ishni olib borishyapti. Mana tog'amlar boshchiligida. Assalomu alaykum akalar, qandaysizlar? Tog'a xormang. Salomat. Mana bir Stadionni zallarni bitkazib, xudo xolasa mana ballarga tayyorgarlik ko'rishda endi hammasi shu kelajagimizdagi ballarga harakat qilib, zalni bitkazib, xursand bo'lib shular Xudo xolasa. sportsmen bo'lib, chempion bo'lishlariga Bunaqa qiyinchiliklar ham o'tib ketadi, oli yaxshi bitib. Ha, xudo xolasa. Shu farzandlar uchun hammalaringga rahmat lekin. Akalar, tog'lar, biz Zarzamin xalqi duoda minnatdormiz. Do'stlar, mana shunaqa mana chala joylari bityapti. Tepalik ana endi tepalikqa mana ikkita betonlarni quyib bo'lgandan keyin tepa sesma serdichkalarni xudo olsa quyib, yana dashi mana shu g'ishlar uriladi. Bitta g'ishlar mana bor. Do'stlar, shunaqa gaplar. Kimdaki mana vaqtlari bo'lsa, hasharlarga aytamiz. Bitta yana kamina beton hasharlar bo'ladi. Qish kuni bo'lsa ham oddiy kunlariga olamizda beton hashar qilib yuboramiz. Beton hasharlarga kelinglar hammalaring. Mana g'ishlar zakatda ko'p bo'lgan. G'ishlarni urib beradigan yordamchilar bo'lsa, kelinglar hammalaring. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yangi videolarni ko'rib, like bosib kuzatib turinglar do'stlar. Mana bu binoni tepasi ham metallari ham bitgan, ularni ham ko'rsatib boraman do'stlar. Boshlayvermasin, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar.